Mana sizga qilgan muolajamiz qo'rqinchlikmi? Chunki ko'p bemorlarimiz shu haqida so'raydi. Qanaqa muolajada, qanaqa o'zingizni his qildingiz? Qo'rqinchli bo'ldimi yoki unaqa qo'rqinchli emasmi? Bemorlar uchun bir ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Men Razaqova Ruqiyaxon shu bilak sohasidan lat yegan edim. Keyin shu opaga murojaat qildim. Muzaffarov opalarga operatsiya qilishdi. Operatsiyadan burun barmoqlar ishlamas edi. Mana shu holatda turar edi. Endi operatsiyadan keyin mana bu holatga keldi. Hozir yaxshi. Sinflarini olyapman. Ablatsiyada sizda chok qolarkanmi, yo'qmi? Shunaqa bemorlardan savol bo'ladi. O'shani ham bemorlar endi olmoqchi bo'lgan bemorlarimizga bir ma'lumot bering. Qolmas ekan, oddiy bir ruchkani tochka qilganingizdaqa holat bo'lar ekan, xolos. Na qo'rqinchli chok qolib yoki bir asorat beradigan holati yo'q ekan. Faqat o'sha nerv qismi, tirik sohasi jicha og'riq berdi, qolgan sohalari og'riq bermadi. Lekin qo'rqinchli emas, bemalol kirsa osab bo'laverar ekan. Nimadan? O'sha nimadan? Operatsiya bo'lganman. Qaysi operatsiya? Qashmiyda maftum qilgan. Qachon bo'lgan? 30-da. Nimani 30-yil? 30-iyun kuni qilgan. O'zimizda mana Qo'shtepada 30-may kuni bo'lgan mana maktab ichishga. 1,5 oyda ketdi. Nimadan keyin bo'lgan? Nima operatsiya bo'ladi? Nima bo'lgan? Temir uzib olgan. Qachon bo'lgan? 30-mayda bo'lgan. Mashinaga harakat qildi? Yo'q. Mo'sh. Yo'q, shu. Ha, Esi paylar sezadi. Mo'sh. Bu sizga razraботчик kerak, opajon. O'shanga mana kecha Risolat opam aytdiki, mana tomirni ko'rish kerak, uzi qilib dedi. Uzida to'pato'g'ri uzi ko'ramiz, sektan nervlari qanaqa sostoяние. Nima qilishgan, tekshirishgan. Не, to'pato'g'ri bu nervlari uzi ko'rilishi kerak. A tak nervlar вроде бы ishlaydi, соединение bor shu. Kecha o'sha Risolat opa shuni aytdi, mana tomir degan aytgani, men tikib qo'yaverganda To'pato'g'ri uzi ko'rilishi kerak. Mumkin tekshirishdan keyin nerv o'sadi, поэтому ma'lumot beradi shu. Uzi ko'ramizda. Ko'ring, uzi bo'ladi, ko'ramiz. Qachon o'qishdi? 1000 можем увидеть. Да, вечером сделать. Чтобы лучше карту нравилось, пожалуйста. Так, да, я лучше, не в смысле.